Assalomu alaykum Haydar doda, tinch omonmisiz, sog'misiz? Ilohim umringiz uzoq bo'lsin, yuzida oshib yuring. Mana shu Akbar Ali Haydar Aliyev, mana sizni ismingizga mana Haydar Aliyev familiya qo'yilgan ekan. Shu ukamiz ham kamida o'sha ozodlikka o'xshab, ozodbekka o'xshab xalq arsi bo'lib yursa inshaalloh. Shu yo'lda biz omad tilaymiz. Mana yonlarda qarangki, yoshlarimiz, xalqimiz sevgan aktyorlar turishibdi. Bular 3 yoshligidan boshlab aktyor bo'ldi. Hamma xalq biladi, sevadi. Hattoki kadr ortida operatorimiz Husan ham endi bu hozir kadrni Assalomu alaykum. Haydar doda bu kelasi o'sha Begona bahorda u yoshi 3 yosh bo'lganmisiz? 3 yoshligida o'ynagan. 3 yoshligidan bu sahna ko'rgan, kamera ko'rgan, ekran ko'rgan. Tomoshabinni nazarini sezgan ukalarimiz, shogirdlarimiz. O'sha Ibrohim Rasul do'stimizni, kino rejissyor do'stimizni farzandlari. Qarang, shunaqa nufuzli, yaxshi bir aktyorlar ukalarimiz bilan Akbar Ali yonida turibdi. Nasib qo'lini olib qo'ygan. Omad tilayman Hasan. Omad ijodlaringga xalqimiz ustozimiz aytgandek xalqimiz sevgan aktyor bo'lgan, san'atkor bo'lgan. Xo'shchi bo'lmoqchi bu. O'shanga ozod edi. Dalada keyinga. Hasan akani qo'lini olib qo'y. Sog' bo'lgan, xo'p, keyin. Adayni, dodayni aytgan gaplaridan chiqmaydi. Xo'p, sog' bo'ling. Yaxshi yetib olinglar. Rahmat e'tiboringiz uchun. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Hech narsa o'ylamang, Xudo xolisa mazur bo'ladi.